inson taniyapti, mana shu do'st ummat. Mana shu kunga ummat bo'lganiga alhamdulillah. Shuning uchun Allohdan so'rash kerak, Alloh taolo bizga farzandlardan mana shu payg'ambarni yaxshi ko'radigan, dinni yaxshi ko'radigan, el yurtga manfaatiga, boriga foyda tegadigan farzandlarni ko'zimiz ko'rsin. Hud tog'i ekan bu, Hud tog'i. Payg'ambarimiz jang etgan joylar. Yaxshi xizmat qiladigan, boriga yaragan farzandlarni Alloh taolo ko'zimiz ko'rsin. Jannatga sabab bo'ladigan, jahannamdan parda bo'ladigan solih va solih farzandlarni ko'zimiz ko'rsin. Bundan asar mana bu ellikta kamol haqida aytilgan. Qarang, mana shu ellikta kamoldan to'rtta tushib ketganlar bor-ku, ya'ni aybdorlar. Hech qaysi kitobda nomi zikr etilmagan. Hech qaysi kitobda. Lekin hali turib bergan 8 ta 9 tasi nomi bor. Nima uchun? Islom mana shunaqa dinki, islom sattor, ya'ni ayblarni yashiradigan din. Biz Alloh taoladan bir aybni bilib qolsak, telefonni ko'tarib, "Alo, eshitdingizmi?" boshlaymiz. "Eshitdingizmi? Xabaringiz bo'ldimi?" Falonchi ustoz. Yo'q. Islom mana shu aybini 40 ta sahobani birontasi nomini zikr etilmagan. Sahobalar tirik paytda farzandlari so'ragan ekan, "Dada, siz Uhud ishdan ketgansiz. Mana shu 40 ta nomini bilasiz, mana shu atrofda yuribdi, kim ular bilasizmi?" desa, payg'ambar aytmagan narsa mendan so'rayapsanmi, bolam degan. Ya'ni aytmagan. Bolasiga aytmagan. Aybni yashirgan. Lekin asosiy qarang, bu yerda urushni natijasi yutib turgan sahobalarni, yutib turgan, g'alaba bo'lib turgan narsani mag'lubiyatga aylantirib yubordi Alloh taolo. Nima sababli? Itoatsizlik sabab. Itoatsizlik sabab. Itoatga sabab bo'lgan narsa nima? Dunyoga bo'lgan xalislik. Dunyo muhabbat, arzimagan mana shu dugurga qilich, mana shu narsalar uchun payg'ambarni mana shu holatga tushirgan. Alloh taolo ularning ajrini nimasi o'zi hisobga o'zi biladi. Biz uni muhokama qilmoqchimiz, lekin bizga ibrat mana shu foyda. Hop, ularga demak salom. Tiriklarga salom beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ya ahli Uhud. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ya Hamza. Ya Hamza. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va antum sabiqun. Nishim haqiqun. Aleyküm. Afiya. Assalomu alaykum. Ey ahli diyor. Assalomu alaykum. Ey Hamza. Assalomu alaykum. Müminler ve müminatlar. Sizler ötüp gittingler. İnşallah. Allah'tan sizlerge, yüzümüzge. Allah kabul kılsın, amin. Şu dağda 50 tane kemançı koygan ekenler. 40 tası düşüp ketken sahabeleri.